Salom hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Johar. Aha. Ot telefon. Ot. Nimaga otmaysan ey? Otmayapman. Bo'ldi. Qorin ham ochiqadi. Bitta hot-dogdan yesam, keyin bittasidan suv ichsam, hammasi o'z joyiga o'tib ketadi. Nima edi bu? Kallam maydanyaptimi? Voy. Kallam. Boshim og'riyapti. Bekor pivo ichdim-da. Yoshimga to'g'ri kelmaydi ekan pivo. Alo. Jo'g'a, men merman. Men oldim yana bir marta kelib ketdi. Xo'p, mer, mana boryapman. Men yo'lga chiqdim. Mana uyimdan chiqdim. Boryapman. Mana ketdik. Merning uyiga olg'a. Merning uyiga ham keldik. Uyga kiramiz. Qanday ishi bor ekan endi merning? Menda. Mer, shu yerdamisiz? Ha, kiraver Jo'g'a, eshik ochiq. Assalomu alaykum mer janoblari. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ishlaringiz ham yaxshimi? Ha, Jo'g'a, mening ishlarim yaxshi. Bugun qishlog'imizga aksiyada mashinalar sotilayotgan ekan, olmaysanmi? Wow, bu mashinalar zo'r-ku. Olmoqchi edim. O'zi shu kunlarda mashinaga pul yig'ib yurgan edim. Ha, mana sening ish haqqing ham shu yerda. Bir oylik ish haqqing. Wow, rahmat mer. Bo'lmasa, bo'pti mer. Mening ham ishlarim bor edi. Endi uyga ketdik. Mana merning oldida ham chiqib oldik. Uyga borib endi pullarimizni, shu kunga topib olgan xazinamizdagi pullarni olamiz va mashinalarni ko'rib, birma-bir ko'rib chiqamiz. Ketdik. O'zi bu mer bergan pul bilan topib olgan xazinamdagi pullarni qo'shsak, bemalol mashina olishga yetsa kerak. Qani ko'raylikchi, qancha pulim bor ekan. Mana uyga ham keldim. Eshikni yopamiz, hech kim ko'rmasligi uchun. Pullarim, bu pullarni qaranglar bolalar. Mana buni olamiz, $9. $9,900. Mashinalar olishga bemalol yetsa kerak. Borib bir mashinalarning narxini ham surishtirishimiz kerak. Mana boryapmiz, ketdik. Wow, bu mashinalarni qaranglar. Salom Jo'g'a. Bu bizning aksiyadagi mashinalar. Barcha mashinalar bu yerda $100,000 Olsang ol, bo'lmasa sur bu yerdan. Yo'q, olaman. Shu mashinalarni bir ko'rib chiqishim kerak. Wow, bu hammasi Mercedes kompaniyasinikimi? Lekin menga BMWlar yoqadi, ammo bular ham chak emas. Juda ham zo'r mashinalar ekan. Ha, bizning hamma mashinalar sifatli va mustahkam. Ana bu yerga pulni to'laysan, xohlagan mashinangni olib ket. Ana sizga ortiqchasini $129,000. $29,000da choy-chaqaga ishlatarsiz. Rahmat Jo'g'a. Buni sahiysan. Qaysi mashinani olsam ekan? Menga ko'proq mana bu mashina yoqdi. Bir o'tirib ko'rayinchi. Minamiz, ko'raylik. Normalniy. Salonlari zo'r ekan. Lekin uncha menga grafikasi yoqmadi. Unda boshqa mashinalarni ham bir ko'rib chiqishim kerak. Jo'g'a, adashmayapsan, bu mashina juda ham zo'r, hattoki bagajlari ham bor. Mayli. Olarman keyingi safar. Boshqa mashinalarni ham bir ko'rib chiqayin. Bu mashina ham zo'r, orqalari ham pizdes mashina. Shuni olsammikin? Yo'q, mana bu mashina yoqdi menga. Oldi salonlarni qaranglar. Bo'ldi, shu mashinani olaman. Sen umuman adashmaysiz deding bor ekan Jo'g'a sening. Bu mashina ham eng oxirgi rusumdagi mashina. BMW deb Mercedes kompaniyasining. Qaranglar bolalar, qanday turdi? Shu mashinani olaman. Okey, menga mana shu mashina yoqdi. Turishni qaranglar bolalar, turishdi. Bu mashina mana endi qizlarning ajali bo'laman-ku. Wow, turib haydasam bo'lar ekan. Kalla boshimda tepadan chiqarib tursam, vafshi zo'r bo'ladi. Bagajlari ham bor. Qaroqchi shu mashinani oldim. Manakay. Turishiga qaranglar bolalar, uyimning oldiga qo'ysam undan ham zo'r turadi. Bo'ldi, janob, shu mashinani oldim.
zo'r tanlov. Jo'xa, sen umuman diding bor ekan sen bachchaning. Bolalar, shu mashinani oldim va keyingi videolarda shu mashina bilan ham videolar olishga harakat qilaman. Siz like va obuna bosib qo'ying.